Imom Ayyad al-Qarni samolyotda bo'lganida, ular nosozlik haqida xabar berishganida va falokat kutilganida nima qildi? Imom Ayyad al-Qarni aytadiki, men samolyotda edim. Uchuvchi bizga nosozlik borligini va u tuzatilgunga qadar havoda qolishimizni aytdi. Tasavvur qiling, siz osmonda osilgan holda buni eshityapsiz. Yo'lovchilar boshqacha munosabatda bo'lishdi. Ba'zilar vaziyatdan qochish uchun uyqu tabletkalarini ichishdi. Va ulardan ba'zilari iglashdi. Va ba'zilari umid izlab ko'prikka bostirib kirishni xohlashdi. Menga kelsak, yagona va yagona Allohning eshigidan boshqa taqillatar eshik topmadim. Men u yerda o'tirib, kechirim so'rab, singan qalb bilan unga ibodat qildim. Men hech kim bilan gaplashmadim, faqat o'zim va Rabbim bilan gaplashdim. Bir soatdan keyin Allohdan yordam keldi va nosozlik tuzatildi. O'shanda qiyinchilikning shirinligini angladim. Ha, sizni faqat Rabbingizga yopishga undaydigan shirinlik. Sizni asl o'zingizga, yaratguvchingiz oldidagi zaifligingizga qaytaradigan shirinlik. Chunki bu dunyo va uning aholisi sizga foyda yoki zarar yetkazishga qodir emas. Men bu sayohat haqida yozdim. Bu hikoyani qiyinchilikning shirinligi deb atadim. Chunki bu sizga najot faqat Alloh taoloning qo'lida ekanligini o'rgatadi. Sizning chinakam zaifligingiz ongi, bu Alloh taologa eng samimiy yaqin bo'lgan oningizdir.